Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi zakazimiz tayyor bo'lyapti. Sinovka jarayonlarida. Ushbu xonadonimizga shkop yasab beryapmiz. Shkop razmeri 2,5 ga 270 balalligi. 6 ta eshikli bo'lyapti. Tepasi antresol, ikki tomon beshilka, tepasidan alohida polkalar qilib beryapmiz. O'rtaga polka, teng tarafi ikkita tortmasi bor. Shkopimizda 100% NDFdan ishlanyapti. Ish jarayonlarini kuzatib boringlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizning navbatdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. Biz Drujbadamiz. Yangi domlaga xudo xolasa zakaz karavotlar qilib berdik. Zakazga ko'rib turganingizdek teglari hammasi temir karkasdan bo'lgan, baquvvat. Teglari oyoq urilmagan qilib qilindi. Xudo xolasa chiroyli chiqdi. Materiallari polish material. Karavotimizning razmerlari 1,70 ga 2 metr. Dizaynlari ham bir boshqacha chiqdi. Alohida qora moldinglar berganmiz. Dizaynlarni ko'rib baho beringlar. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilib murojaat qilasiz. Telefonlarimizni qoldiramiz. Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib baho beringlar. Ushbu xonadonimizga shkop yasab berdik. Razmerlari 1,80 ga 2,40. 3 qismdan iborat. Birinchi qismi ikkita beshilka qilib berdik. Bu yoq qismiga o'rta qismiga mana polkalar qilib berganmiz. Tagida alohida ikkita tortmasi, tortmalari davochkli, mexanizmlari. Bu uchinchi qismimizda uzun ko'ynakli uchun mana tepasiga alohida pashtabniy uchun alohida berdik. Shkopimizda laminat NDFdan. NDFimiz nomi Beli Corona. Tepa qismlari antresol qilib berganmiz. Katta narsalarni joylash uchun. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xohlagan razmerlarda, xohlagan ranglarda tayyorlab beramiz. Telefonlarimizni yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqib qo'yasizlar.